Rifkat aka mashina kerak edi. Cobaltdan zerikdim, 10x minmoqchiman. Radnoy menda bor 10x. Hali yurmagan yangi probeg 0 kraskasi toza 2025 benzinda. Voy, hamma joy yoqdi, shu benzindalik yoqmadi. Men benzinni yura olmayman. Men Ekogaz servisdan metan qo'ydirib beraman, jiga. Ya, metan narxi qimmatlab ketdi-yu, propan. 1 yil kafolat bilan propan ham bor. Radnoy, men sizni tushundim. U propan demoqchisiz. Propan qo'ydirib. Ekogazga o'ting. Ten beaten paper, onda jib Assalomu alaykum. 10x ga o'tirib olsiz. Ha, aka, Cobaltdan ancha yaxshi ekan 10x, endi faqat 10x yuraman. Zo'r. Aka, gapni qisqasi buni Rifkat akadan oldim. Halol narsaga. Ya, naq qoldim. Maqtab sotdi. Rifkat aka propan qo'yishim kerak desam, jigar ana Ekogaz servisga boring, tiniq qilib Sarvar akam qo'yib beradi degdi. Oldingizga olib kelaverdim aka. Bo'ldi, qo'yib beramiz. Bo'ldi, mashina ichkariga olib kiraymi? Olib kiring ichkariga. Hop. Uka, hozir Qurbon hayiti munosabati bilan aksiya qilmoqchimiz. Tracker 10x mashinalar uchun $390 Cobaltdan Sparkgacha bo'lgan mashinalar uchun $350 faqatgina 1 oy shu aksiyamiz amal qiladi. Bu narsalar uchun shu skidkani e'lon qilmoqchimiz. Bo'ldi aka, tushundim sizni. Xullas akalar, ko'rdinglar, kimga metan propanni sifatli o'rnatish xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, Ekogaz servisga murojaat qilsanglar bo'laveradi. Hozir esa aksiya payti. Ekogaz servis profiliga obuna bo'lib, shu videodan kelsanglar, narxini $390 qilib beradi. 10x trackerlarga, undan tashqari Cobalt, Spark, Gentra mashinalariga ham sifatli qilib 1 yil kafolat bilan o'rnatib berishadi. To'liqroq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, pastga mashinalar nomini yozib ketinglar, sizlarga to'liq ma'lumot berishadi.